Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi fuqarolarini Xitoyga berishdan ogohlantirdi. 9-aprel NTV xabarida bildirilishicha, Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi o'z fuqarolarini Xitoyga sayohatga berishdan ogohlantirdi. Xabarda Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi Xitoyga sayohatga bormoqchi bo'lgan fuqarolarini ogohlantirib, Xitoyga sayohatga bormoqchi bo'lgan Gollandiya fuqarolarining xotira kompyuter yoki yonfullari quruq bo'lishini, nozuk hujjatlar va muhim uchurlar qachilangan holda Xitoyga bormasligini, undaq bo'lmaganda muhim uchur va nozuk hujjatlarning Xitoy doiralari tomonidan ko'chirib elinganligini, Xitoyga borganda cho'qim yonfun va xotira kompyuteri quruq bo'lishi kerakligini ogohlantirgan. Xabarda yana Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi fuqarolarini ogohlantirgan davlatlar ichida Rossiya, Iran, Turkiya qatorliq davlatlarning o'rin olganligi hamda mazkur ogohlantirish Gollandiya bosh vaziri Mark Ruttening Xitoyga ziyoratga berish oldida o'tirg'a chiqqanligi axborot sohasining diqqatini chekkanligi bildirildi. Kitob ko'ydirishdan odamgacha. 9-aprel Dajiyuan to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda kitob ko'ydirishga boshlagan. Xabarda Xitoy yaqindan buyon Sharq Turkistonning har qaysi rayonlarida Uyg'urcha, qozoqcha kitoblarni bir tutash maktab qo'rovlariga yig'ib ko'ydirishga boshlaganligini, Uyg'urlar bilan qozoqlarni o'zlarining uyidagi kitoblarni topshirishga majburlaganligini, Xitoy yig'ib ko'ydirishga boshlagan kitoblar ichida ilgari tuzilib nashr qilingan Uyg'ur va qozoq yozig'idagi darslik kitoblarning borligini, Xitoyning bu xil harakati irqiy qirg'inchilikning boshlanishi ekanligini oshkorlagan. Tahlilchilar Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonni ishg'ol qilib, uzoq o'tmay ko'nilikni yo'qotish nomi bilan barliq kitoblarni yig'ib ko'ydirganligini, Xitoy o'z vaqtida kitob ko'ydirib bo'lgandan keyin keng ko'lamda irqiy tozalash harakati elib borganligini, Xitoyning bu qitimqi kitob ko'ydirish harakati dal irqiy qirg'inchilik qilish harakatining muqaddimasi ekanligini, bu xil ahvolga xalqaro jamoat bo'libmi islom allari diqqatini markazlashtirib, Xitoyni irqiy qirg'inchilik qilish harakatidan to'sib qilishning to'limi muhim bo'lib qolganligini bildirmoqda. Xitoy Yaponiya dengiz armiya qismlariga norozilik bildirdi. 10-aprel Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy Yaponiya 2-dunyo urushidan keyin tunji qitim harakatga keltirgan dengiz piyoda qismiga norozilik bildirdi. Xabarda Yapon askarlari bilan Yaponiyada vazifa o'tayotgan bir qism Amerikalik dengiz piyoda qismlari birlikda o'rtaq harbiy manevr o'tkazganligi. Bu qitimqi harbiy manevr Yaponiyadagi orollarni chet el kuchlaridan ozod qilish mazmunini cho'rdigan holda elib berilganligi bildirilgan. Xabarda Yaponiya Mudofaa ministrligining muavin ministri Tomohiro Yamamoto mazkur manevr haqida to'xtalib, Yaponiyaning atrofini qorishib olgan xatarlik ahvollarni nazar olganimizda orollarimizni qo'g'dash navbatdagi eng muhim vazifamizdan biri bo'lib qoldi deganligini. Yaponiyaning yaqindan buyon armiyasini jonlantirish uchun elib borgan xizmatlari yaqin qo'shinlari Xitoy bilan Janubiy Koreyaning noroziligini qo'zg'aganligi, Yaponiya bilan Xitoy orasida 2-dunyo urushidagi hodisalardan boshqa hozirmi Janubiy Xitoy dengizidagi talash-tortishlik orollar masalasida ig'ir ixtiloflarning borligini, Xitoy doiralari Diaoyu deb atab kelayotgan bu orollarning egilik huquqining o'ziga tava ekanligini ilgari surib kelayotganligini, Yaponiya bo'lsa Senkaku deb atab kelayotgan bu orollarni kontrol qilib turayotganligi, Xitoyning mazkur rayonda Amerika bilan Yaponiya tarafidan elib berilayotgan harbiy faoliyatlarga izchil norozilik bildirib kelganligini oshkorildi. Pentagon harbiy javob yo'llarini Trumpga sunudi. Pentagon Prezident Trumpga Bashar Asadning 7-aprel shanba kuni Suriyada qo'rshav ostida turayotgan Duma nahiyasiga qilgan ximiylik hujumiga javob qaytarish uchun bir qator harbiy tanlash yo'llarini sundiganligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika armiya qo'mondonlik bosh shtabi bayonotchisi Patrik Ryder Bashar Asad hokimiyatining ximiylik hujumiga harbiy jihatdan javob qaytarish haqidagi savollarni cho'rdigan holda bayonot e'lon qildi. U Amerika armiyasining Bashar Asad hokimiyatining ximiylik hujumiga qanday qaraydiganligi va harbiy jihatdan javob qaytarish kerakmi yoki kerak emasmi degan savolga biz televizorlarda ko'rgan o ko'rinishlar nihoyatda qo'rqinch. Harbiy tanlash qat'iylik bilan muzokara qilinadigan yo'ldir deb javob berdi. U mundaq dedi: "Javob qaytarish kerak bo'lsa, buning qaysi tanlashlardan tashkil topadiganligi haqida bir narsa demayman. Vazifamiz prezidentga tanlashlarni sunish.
Biz yushurin harbiy tanlash yo'llariga qaraymiz va ularni prezidentga sunamiz. Amerika armiyasining qo'mondonlari Oqsaroydagi milliy xavfsizlik yig'iniga qatnashish uchun poytaxt Washingtonda to'plandi. Prezident Trumpning kabinet yig'ini jarayonida 78 odam jenidan ayrilgan ximiyalik hujumga javob berish uchun 24 soatdan 48 soatgacha muhim qaror chiqaradiganliklarini jakarlashi Amerikaning Bashar Asad hokimiyatiga qarshi hujum qildiganligi to'g'risidagi analizlarning o'ttirg'i chiqishiga sabab bo'ldi. Yana bir tarafdan Prezident Trumpning Fransiya va Angliya qatorliq nurg'un davlatlarning rahbarlari bilan ko'rishishi Amerikaning mundaq hujumni o'z oldiga elib bormaydiganligi to'g'risidagi analizlarni o'ttirg'i chiqardi.